Diqqat, aholiga tezkor xabar: pensiya yoshi o'zgaradi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, videomizni oxirigacha ko'ring. Ya'ni pensiya yoshi o'zgaradi. Ayollar 40 yosh, erkaklar 45 yoshdan pensiya olishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Kommentariyga o'zingiz fikringizni yozib keting. Videoni oxirigacha ko'rib, videoga like bosing. Hamma ma'lumot videoni oxirida bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, ko'pchilik aytayaptiki, ya'ni pensiya yoshi o'zgaradi, pensiya yoshi o'zgaradi. O'zgarishi mumkin, lekin ko'pchilik aytayotgandek, ya'ni ayollar 40 yosh, erkaklar 45 yoshdan pensiya olishi hali aniq bo'lgani yo'q, chunki ko'pchilik shunaqa deb yozyapti ekan. Yo'q aziz yurtdoshlar, hali uncha aniq bo'lgani yo'q. Lekin ayollar 40 yoshda pensiya olishi mumkin. Unda ham o'ziga yarasha shartlari bilan olishi mumkin. Ya'ni har xil kasblar bor. Erkaklar ham 45 yoshda oladi, lekin uni ham kasblari bor. Ko'pchilik yozyapti, ya'ni ayollarning yosh pensiya yoshi qancha bo'lyapti hozir? Qanchadan pensiya chiqadi? 55 yoshmi? 60 yoshmi? 53 yoshmi deb. Aziz yurtdoshlar, ayollar pensiyaga shu avval qancha yoshdan chiqadigan bo'lsa, ya'ni 60 yoshmi, 55 yoshdan chiqadigan bo'lsa, shu paytdan chiqib ketadi. Lekin ayollar hali 45 yoshdan, 40 yoshdan pensiyaga chiqishi noma'lum. Erkaklar ham shunday. Endi chiqadiganlar bor, ularning kasbi bor. Har xil kasblar bor, bilasizlar. Har kasbning o'ziga yarasha nimasi bor-da. Shu pensiyaga chiqadimi, chiqmaydimi? Aziz yurtdoshlar, bizda shunaqa ma'lumot. Ikkinchi ma'lumot esa ko'pchilik aytayotgan ma'lumot, ya'ni pensiya puli qachon o'zgaradi? Pensiya puli endi oshishi mumkin. Keyingi yil yoz oyidan sal oshishi mumkin. Hamma ma'lumotda ish olib qolmanglar. Chunki ko'p odam yolg'on gapiryapti ekan internetda. Men ham bu videoni internetdan ma'lumotlar ko'rib sizlarga video qilyapman. Rostmi, yolg'onmi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Kommentariyaga so'kib negativ yozmanglar aziz yurtdoshlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.